Alloh nasib qilsa, bugun Chustga kelganmiz. Bu yerda klinik ishlab berganmiz. Klinikamizni polniy foyda qismini interior dizayn ishlaymiz va ichlarini polniy bo'lib chiqqanmiz. Xo'p, hozir bu yerda ustakalarimiz ishlashyapti, xudo xolasa. Hozir ustakamizga bitta savol beraman. Aka, assalomu alaykum. Kimsiz? Qarang, bitta savol beraman. Xo'p, avtoklavni gazoblokda mana shu joyimizni bo'lib chiqyapmiz hozir. Nima qulayliklari bor yoki siz ishlash jarayonlarida qanaqa misol muammolari bor bu? Qulaylik tomonlari ob'em tez ko'tariladi. Ustidan keyingi etapdagi ishlar o'sha suvoq jarayonlari ancha qulay bo'lyapti. Ushlatish, yopish jihatlari ancha yaxshi. Manimcha hozircha yomon tomonlarni ko'rmadik. Bo'linib ketmaydi, sinib ketmaydi. Zarbaga baquvvat, kuchli, yaxshi. Yana bitta so'rash bor. Ko'p kishi aytadi, gazoblokka misol nimadir qoqsang ushlamaydi deydi. Yo'q, bu avtoklavning bo'lganligini hisobiga ancha hamma narsani ushlayapti. Qotirilgan narsalarga mahkam.